Mana bunday vaziyatda ajoyib foydalanadi Xotam Boynazarov. Panjarani ushlamaslikni aytdi referi. Nazoratni amalga oshirishga harakat qilyapti Xotambek. Biroz qiyin bo'lyapti albatta. Yana bir takedownga harakat qilib ko'radi. Chiqib ketdi albatta Ramazonov. Xotambek Boynazarov Hamza Chimayevning sparring partnyor hisoblanadi. Buni ham eslatib o'tamiz. Kerakli o'sha mashg'ulot yig'inlariga aynan Xotambekni Hamza Chimayev taklif etadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi. Navbatdagi takedown amalga oshish arafasida bo'ynini berib qo'ymaslik kerak. Gilyotinaga o'tib ketish arafasida yo'q. O'xshamaydi bu yerda gilyotina. Xotambek hammasini to'g'ri qildi. Yon tomondan nazoratni amalga oshirishadi. Bekmountga o'tib ketyapti. Boynazarov qulatyapti raqibni. Boynazarov lekin ushlab turish oson bo'lmayapti. Shuncha chandiqni ko'ryapmiz Magomed Habibning tanasida. Juda kuchli tizza zarbalari. O'sha Waya Warriors chempionlik kamari uchun jangda ozarbayjonlik Tohir Abdullayev bilan ham jang xuddi shu ssenariy ostida kechgan edi do'stlar. Xotam Boynazarovning birinchi murabbiyi Azizbek Mirkomilov hisoblanadi. Hozirda Nurullo Mirzayev qo'l ostida mashg'ulotlar olib boradi. Shuningdek, PK MMA Fit zalida Husan Majlimov qo'l ostida ham tayyorgarlik olib boradi do'stlar. Klinch holatida tizza zarbalarini yo'llayapti Xotambek. Astoydil harakat qilyapti chiqib ketishga. Ramazonov yaxshi nazoratni amalga oshiryapti. Boynazarov umuman olganda Boynazarovlar polvonlar hozir sulolasi sanaladi. Bekmount qiyin holatga tushiryapti raqibini Xotambek.